hamma inson sog'inadi. O'sha yoshligida tug'ilib o'sgan xonadonini. Mayli oyog'ida oyoq kiyim bo'lmasin, yalang'oyoq yurib, turpoqlari kezib, kerak bo'lsa butun o'sha boyligini o'sha bolaligiga berishga tayyor turadi. Bu nimadan? Ana shu o'zi tug'ilib o'sgan joyga bo'lgan muhabbatidan, yaxshi ko'rishligidan kelib chiqarkanda. O'z vatanini, tug'ilib o'sgan joyini yaxshi ko'rishlik bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xuluqlaridan. Makka mushriklarining zulmlari haddan oshib, Allohning buyrug'iga binoan Makkadan chiqib ketishga majbur bo'lganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'zlariga yosh bilan ko'ngillari bo'shab Makkaga qarab aytgan ekanlar: "Ma atyabaki min baladin o ahabbaki ilayya." Ey Makka, sen men uchun qanday ham sevimli va yoqimli shaharsan. "Walaula anna qawmi akhrajuni minki ma sakantu ghayraki." Agar qavmim meni sendan chiqishga majbur qilmaganlarida edi, sendan boshqa joyda yashamas edim, deb Imom Termiziy rivoyatlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'zlarida yosh bilan mana shundoq vatanni Makkani tark qilgan ekanlar. Bu nimadan? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tug'ilib o'sgan joylariga bo'lgan muhabbatlaridan.